Primer, bez primer degan narsa bu maqtanishga arziydigan narsa emas. Hosiliga jelis misolida ko'rib chiqamiz. 1 yilcha oldin bruni plyonka qilganmiz. Polni kuzov 300 mikronli bruni plyonka bo'lgan. U paytda menimcha Toshkentda 300 mikron yo'q edi. Bemalol bu gapni ayta olamiz. Mashinamizdagi plyonka hali sarg'aymagan ham, ozgina DTP bo'lgan. Ko'rayotganingizdek shildik, kilaga qolib ketgani yo'q. Zashitasini ham zo'r qilib bergan. Endi primer temasiga to'xtaladigan bo'lsak, okalar, bitta narsani to'g'ri tushunib olish kerak. Mijozga har doim sifatli narsa berish kerak. Bunga misol qilib asalli misol keltirmoqchiman. Ya'ni me'yorda yelinsa shifo bo'ladi, ortiqcha yeyilinadigan bo'lsa odamni o'ldirishgacha olib borishi mumkin. Bu temani o'zingizlar tushunib oldinglar, 1 gram primer ishlatmadik degan narsalarni o'zi yig'ishtirish kerak. Bu tema yopilgan edi. Xo'p, bruni plyonkамizga to'xtaladigan bo'lsak, mana ishilib ko'rsataman. Primer surilishi mumkin bo'lgan detallarda ham yo'q. Hech qatida primer ishlatilmagan. Mana qirraga to'xtaladigan bo'lsak, mana bitta primer qolib ketdi deyishinglar mumkin. Yo'q, bu plyonkani kilaga qolib ketgan. Mana qo'lda ketyapti. Bu narsa o'zi qo'lda ketmaydi agar primer bo'lganda. Bu gapimizning isboti, bu mashinamizni 1 yilcha oldin bruni plyonka qilganmiz. Nomerni eslab qolinglar. Telegramdan, Instagramdan postimizni pastlarga tushadigan bo'lsangiz, bemalol shu mashinani ko'rishingiz mumkin. Agar sizlarga ham sifatli bruni plyonka xizmati kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Moskva texnologiya bo'yicha chiroyli qilib ishlarni bitiramiz.